Assalomu alaykum, hurmatli svarka apparat ishqibozlari hamda kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda uy xo'jaligi uchun ishlatiladigan svarchni apparatlarimizda qisqacha video obzorlari hamda narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Apparatimiz MMA 250 amperlik Welder brendiga tegishli invertorli pastoylarga ishlaydigan mini svarchni apparatimiz bo'ladi. Bemalol 140-150 volt toklarga apparatimizda ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatimizda o'zi legirovka qilib bemalol ishlab beraveradi. 250 gacha bo'lgan amperajlarni bemalol ko'tarib foydalanaverasizlar. 3likgacha bo'lgan elektrodlarimizda eritishga mo'ljallangan bo'ladi. Hamda Jetta brendidan 200 amperlik 4likgacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib beraveradi. Apparatimiz bemalol o'zini tablolarda amperajlarini ko'rsatib turadi. Hamda 220 volt tokka ishlaydi. ZX7 225 amperlik svarchli apparatimizdan ham yetkazilgan invertorsiz bo'ladi. Bunda forsaj rejimlari mavjud bo'ladi. Elektrodga qarab rejimlarni moslab olsalaring, apparatimiz juda ham sifatli hollarda elektrodlaringni eritib beraveradi. Hamda TH brendidan invertorli Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan svarchli apparatimiz 280 amperlik bo'ladi. O'zini elektrodni derjak tushadigan joylari ham bularnikka qaraganda ancha qalin bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Apparatimiz 140-150 volt toklarga bemalol ishlab beraveradi. Professionalniy deb yozib qo'ygan 4likgacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib beraveradi. Ichki konditsatorlari 6 talik variantlarda olib kelib qo'yganmiz. Impuls brendidan 300 amperlik professionalniy svarchli apparatimiz uy xo'jaligiga yoki birorta ishlab chiqarishi bor ekanlarimizga bemalol olib ishlatsa bo'laveradi. Tavsiya qilamiz. Apparatimiz 300 ampergacha bo'lgan kuchlanishga bemalol ishlab beraveradi. Amperajlarini 300 gacha ko'tarib bemalol foydalanasizlar. Ko'rib turgan apparatlaringning ichidan o'zini derjaklari, massa kabellari hamda o'zini maskalari kelib chiqadi. Dastavkalari 12 ta viloyat bo'ylab bo'ladi. Kemping svarka apparatga qiziqadigan akalarimiz uchun do'konimizga svarka apparatimizni zo'ridan olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin, apparatimiz 250 amperlik variantlarda bo'ladi. Ko'k hamda qizil rangidan yetib kelgan. Do'konimizda bu apparatlar elektrod hamda kemping svarka qilaveradi. Ikkitasi bittalik, yarim kilolik, 1 kilolik simlarimizda qo'yib foydalanaverasizlar. Simlarni eritish funksiyalari 0.8 hamda 1lik bo'ladi. Bemalol eritib foydalanaverasizlar. Ko'rib turgan tugmachalaringdan elektrodni hamda kemping funksiyalarini o'zlaringga legirovka qilib moslab foydalanaverasizlar. Apparatimizning ichidan o'zini original 3 metrlik kemping derjaklari, elektrodning derjaklari, massa kabellari kelib chiqadi. Ko'rib turgan svarchli apparatlarni arzon narxlarda xarid qilish uchun kanalimizga bittadan podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqib zakaz bersalaring, 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Kelaverasizlar, assortimentda svarka apparatlarni xohlaganlaringizni tanlab ko'rib olib ketsalaring bo'laveradi.